Tayson tog'a, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozir aka. Ashsha deb panatingizman tog'a, zo'rmisiz, charchamaysizmi? Rahmat, Yaxshimi? Aka, men ham shu Xudo xolasa ijod yo'lga kiryapman. Aha. Menga bitta motivasiya berilasizmi? Motivatsiya? Ha. Qanaqa motivatsiya aka? Otim Ishonda, Ishon bitta motivatsiya bering menga tog'a. To'g'risi, men ashsha deb o'g'lisizmi? To'g'risi, ishonmaysiz. Men ham Xudo xolasa endi san'at yo'lga kiryapman-da. Siz motivatsiyani Qayerdansiz aka siz? kim? Siz qayerdan? Menmi? Ha. Jomdanman aka. Jomdan? Ha. Ya, Jomdan ham Jomdan Ha. kelyapsizmi shu yerga? Jomdan aka, men aytaman, siz ashsha deb o'g'lisizmi? Har bitta kinoga qatnashgan rollaringizni ko'rganman. Kinolarga chiqasiz-ku o'qib. Kinoga emas aka, Oktagon ligaga chiqaman. Oktagon liga bo'yicha janglar borki, qapas janglari bor. Ha. O'shalarga chiqaman aka. Muxlisizmi aka, necha marta chempion bo'lgansiz? 3ta jang o'tkazdim. Ha. Odilxon bilan bitta urushgandim. Undan keyin bitta qozoq, bitta qirg'iz bilan urushdim. Ikkita g'alaba, bitta победа, mag'lubiyat. Ha, bitta победа, mag'lubiyat. 30-noyabr ham bitta jangim bor. 30-dekabr kuni jangingizda o'zim shu yerda qatnashaman. Bitta Ishon otim, bitta motivatsiya bering aka, imkon bo'lsa. Nima deyshonmi? Otim Ishon. Ishon gazini bosing aka, ishlaringizga omad, suka bo'ling, harakat qilib aka. Odam intilsa, harakat qilsa, Aka aytayapman, motivatsiya olyapman-da men sizdan. Gap yo'q. Ya to'g'risimi? Gap yo'q aka. Aytma, oxirigacha ayting aka, motivatsiyani aytayapman, men muxlisizman deyapman. Qanaqa motivatsiya bersa aka, endi hozirgi vaqtlarda ko'p odam endi motivatsiya so'raydi-da. Masalan, endi motivatsiyani yaqinda endi nasib qilsa inshaalloh jangda ko'rsatamiz. Motivatsiya Xudo xolasa. Sasib ko'rpalaringizlar, turingizlar, ishlangizlar, harakat qilingizlar deymiz. Endi boshqa nima deymiz odamlarga. Chiroyli bir foydasi tegadigan narsada gapiramiz. Aka, meji degan oshnam bor-da, meji siz-chi. Shunga ham bitta motivatsiya berjan aka, iltimosda. Bo'ldi. Ashsha deb o'g'lishingiz. Bo'ldi. Meji Tayson akamdan senga borku motivasiyani tintagi. Meji nima gap? Ishlaring bo'lyaptimi? Yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring omad, sasib ko'rpangdan to'g'ridan harakatga kech. Davay. Ya deb yotaversang ham to'g'rida, Alloh ham harakat qilganga beradi. Davay, ishlaring omad. Keyin qara, Farruh degan oshnam borda, Farruh xotin ana nima deydi, qizlar cho'qinтай bo'lma deb aytcharing, iltimos. Yo'q, unaqa narsa deyolmayman aka. Ammo mayli, bo'pti. Farruhga ham bitta motivatsiya bering, mayli. Oshnalarim qo'shilib turding, Farruh oshnam. Farruh, eshit Tayson tog'imdan motivatsiya. Farruh, hadeb uyda yotavermadan, hadeb xotining bilan quchoqlashib, oziriqqana bunday bir ko'riklarga ham qo'shilib tur, bo'lmasa chopib yuboradi, keyin yurasan. Aka, 2001-yilmanda 2001lar ana deb qo'ying aka, joyil turib 2001lar zo'r deng. 2001lar qaytmas deb jan aka. Ashha deb o'g'laysiz. Biz aka 2001 man aka. 2001lar. Assalomu alaykum hammaga. 2001lar. Harakat qilinglar, uylaninglar, bola chaqali bo'linglar, hadeb yotavermanglardan uyda mana ularni bog'lab uylanish kerak, harakat qilish kerak. Davay, charchamanglar. 2001lar so'kav bo'linglar. Bo'ldi aka, молодец. Addushi xursand, addushi mo'lisizman aka. Men to'g'ri aytyapman, jamon mo'lisizman. Keyin Sardor degan oshnamga motivatsiya chiqaramiz-ku. Ana shundan keyin zo'rib ketdi-da. Oldin paxta sotasi edi Sardor. Hozir pura, mashin, kamazor olib taragan. Purachilar jamon kichik. Aka, purachilarga ham bitta, purachilarga ham bitta-da. Aka, yetadi aka. Aka, iltimos, ya kibrmasiz-ku, ya kibrmisiz aka? Aka, bo'ladi aka. Kibrmas, Kibr qilib nima qildik aka siz aka? Ya bitta purachilar. Ishda video qilib berdim, kibr qilib nima qildim? Bitta purachilar mana ketdi. Aka, bo'ladi aka. Bitta purachilar, biroz gapirjam. Oxirgisi. Assalomu alaykum purachilar, harmaylar, zo'rmisizlar, yaxshimisizlar? Ishda bo'lyaptimi? Charchamayapsizlarmi? Yeklarni bosinglar. Hazib yotavermasdan ishlanglar, harakat qilinglar. Pulni soqqani o'ringlar soqqaga. Harakatdan to'xtamanglar asosiy. Purachilar ham kuchayib ketdi. Purachilar igiladi, tugiladi, qaytmaydi purachilar nomiradi. Aka, addushi kibringiz juvogan lekin aka, men sizni bor juda kibr deb o'ylasadim-da. Zo'r ona o'qansiz aka. Men taniysizmi? Yo'q, tanimayman. Parda damlan jiyani bo'laman men. Kim edi o'g'li? Qodir taniysizmi? Qodir qassobni. Qodir qassob. Qassob aka tanimayman. Endi unaqa odamlar bilmasam, men qassob ko'p bo'lsa qaysi birini taniyman? Qodir qassob bor-ku, ana Gurka suya. Gurka aka bilmadim aka. Unaqa. Aka siz oldin qassobni tanimayman aka. Men tandirchi, samsachilar taniyman aka. Siz oldin kichkinagiz tarvuz ekkansiz aka. Tarvuz qovun ekkanman. Qovun ekkansiz. Namiz maktabga tarvuz aka deb baqirdingiz. Endi u tarvuz aka bitta Parvuz aka degan akam bor, o'shani juda hurmat qilaman, yaxshi ko'raman o'shani. Ha, keyin tarvuz deb jardingiz. O'shanga yo tarvuz emas, tarvuz deganman, tarvuz deb odamlar shunaqa o'ylagan. Ha, shunday deb o'ylagan. Shunaqa tishingan. Ha, aka lekin kibringiz juvogan. Addushi bu kamera prank edi, shunday qo'lingiz ko'tarib qo'ying aka. Prank?
Voy, aytdim bunaqa narsalar qayerdan kelyapti desam, video olayotgan Ha, ekansizmi? kishi qo'lis ko'tar. Bunaqa qilmanglar, prank qilib, odam umuman boshqacha bo'ldi-mi? Nimaga bu aytdim? Blogermisiz? Blogerman aka. Qayerdansiz? Chiyeldan. Chiyeldan. Chiyel. Assalomu alaykum. Nazini bosinglar. Aka